Assalomu alaykum Bozorchi bola kanali obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun Bozorchi bola kanali Namangan Lola jahon bozoriga keldik. Hozir o'zimiz uchun biror narsa xarid qilib yuramiz, narxlar bilish uchun. Menga ehtiyoj bor, cheshka olishim kerak. Shuning uchun cheshka sotayotgan joyga borib, birorta bir o'zimga yoqtirgan cheshkani olmoqchiman. Hozir narxlarni ham ko'ramiz. Nech pul aka bu? 180. 180. Jami qancha? 150. Yana navlarni qanaqa boshqalari, boshqa stildagilar Krossovkalarni nech pulda? 200. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilarimiz, bemalol mana shu Namangan Lola jahon bozoriga kelishinglar mumkin. Bu yerda bu tomonda dehqonchilik mahsulotlari ham bor ekan. Bu yerda mana kiyim-kechaklar, futbolka, shim, xullas fasliga qarab hamma kiyim-kechaklarimiz bilan detskilar u katta erkaklarga, o'g'il bolalarimizga tovarlarimiz bor ekan. Narxlar arzon, hamyonbop desak ham bo'laveradi. Bizni kuzatinglar, agar xudo xolasa like bosib, bizni qo'llab-quvvatlasanglar, yana qolgan tovarlarni ham ko'rsatib, qolgan do'konlarga ham kirib videorolik qilamiz. Albatta like bosish va podpiska qilish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bozorchi bolaga bitta savol bor. Qo'lingizda cheshka nech pulga ola olasiz? 180 ming deyapti, 150 mingga qilib beramiz deyapti. Hozir tortishamiz. Bozori bu. Bitta ko'raylik tortishganingizni. Obunachilarga qiziq mashina. Aka, bitta narx qancha? O'z jamiga zarar emasmi? Bir kelib qolibdi-da, bozor vosita deb qo'yamiz. Shuni olib ketaylik deyapti. Pulingizga men narx sanayman hozir. Maqsad olish, video qilish emas. Hech naqa yo'q, uni sanaga bo'lmaydi. O'n qo'shdi manga. Nima nech pul? Aslida necha o'tish kerak-da? 130 aka baraka. Mana xudo olsa mana shu cheshkani o'zim uchun oldim. Hurmatli obunachilar, 42 razmer. 42 razmer. Qora rangi mana bu yerda. Uchalari ham bor. Xudo olsa uzoq yillar xizmat qilishni umid qilamiz. Xudo olsa tovarimiz yaxshi ekan. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bemalol kelaverasizlar. Bu yerda telefon raqamini yozaylik desak, bu yerda joylar juda ham ko'p. O'zingizlar yurib, bemalol ko'rib tovarlarni olishinglar mumkin. Namangan. Hujum. Boshqaring hujum. Cheshkan ancha xizmat qo'ydi. Mana aka, operator. Farqlar bor operatorimiz. Mana yangisi eski yangi hozir sifatida ko'rsatib qo'ying. Ancha farqi bor. Ayolga ham ancha xizmat qo'ydi. Kechdi-yu, men kecha olmayapman. Men bugun ketishga majburman. Ey, ayolar qo'lga bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham bo'lsin. Rostga eng zo'r ekan kelaverasizlar. Sizga olamiz operator. Bozorchi bola obunachilar ishonmayapti. Chip ko'rdi, xolos pulini bersin, keyin ishonamiz deyapti. Hozir 100 so'm, 30 ming so'mga kelishdik. Hozir o'shani beramiz. Ulan уже раз вот такой пункт замок получил. Sana gel. Yok bak. Mana biz olsa 130 ga savdo qilib oldik. Hammaga rahmat, kelaverasizlar. Ey, ayolar qulluq bo'lsin. Ha, bo'lsin, sizlarga bo'lsin.